أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الميسر. سورة النساء 7. ayet kelib to'xtab turibmiz. Shu kelib to'xtab qolgan uzun darsimizni davomlashtirishimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin kısaca Uygur tercümesi. Ata-anası ve tuqqanları kaldırgan mirasta, yani meyitnin terekiside erlerinin hissi var. Meyli o meyli o yani tereke az bolsun ya ki köp bolsun. Her adam Allah'ın adil şeritide belgilengen hissini aladı. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan
ya'ni tarakidan ularning ko'nglini elish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni bu kichiklarning meli bizning emas deganga o'xshash o'zrini aytinglar. Kimlarki o'zurdan qilib qoladigan kichik ballar bo'lib, ulardan qandaq andish qiladigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik ballari uchunmi shundoq andish qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni eshitsin. Zulm qilib yetimlarning mol mulkini naq yivaldiganlar shubhisizki qo'rsqoqqa qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yavalgan bo'ladi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni davzaxga kiradi. Allah balalaringlarga tegadigan meros haqida tavsiya qildiki, bir erga ikki ayolning hassisi tegidi. Eğer meyitning qizi ikki yoki ikkidan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga merosning 3dan 2 hissasi tegidi. Eğer varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uningga merosning yarmi tegidi. Eğer meyitning bolalari bo'lsa, u chaqda uning ota-onasining har biriga merosning 6dan 1 tegidi. Eğer onun balları bo'lmay, mirasqa faqat onun ota-onasi varis qildigan bo'lsa, bu chaqda onun onasiga mirasning 3dan 1 tegidi. Qolgani otasiga tegidi. Eğer meyitning ota-onasining boshqa, yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirasning 6dan 1 tegidi. Qolganini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Ota-onalar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilimlidir. Allah hakikaten hemmini bilgüçi, hikmet bilen iş kılgıçıdır. Hoş. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للذكور صغارا أو كبارا نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال قليلا كان أو كثيرا في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء وللنساء كذلك. Erler için çoğ olsun, küçük olsun, uluğ mu bir kişilik ülüş ba, bir nasib ba. Atanısı yoki yaqin urug' tuqqanlari maldan iborat qoldirib qo'ygan narsa haqida Alloh uni bekitib bergan, qonunlashtirib bergan bir ulush, bir haqqi, bir nasibasi bor. Mayli u mal oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, belgilangan Alloh subhanahu va taolo shular uchun belgilab bekitib bergan ro'shan bir nisob, bir o'lcham ichida. Erler şunun o'xshash bo'lgandek, ayollarga shunga o'xshash bu ota-ona yaqin urf-odatlarga tarkitib qolgan bu tarkisizcho Alloh belgilab bergan buni bir nasib, bir xil o'lcham, bir xil nimasi va haqqi va. وإذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت ممن لا حق لهم بالتركة أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ
أو من لا يملكون ما يكفيهم ويصد حاجتهم فأعطوهم شيئا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها وقولوا لهم قولا حسنا غير فاحش ولا قبيح. Miras taksimat meydanıga bu ülüknün yakın uruk tuqqanlary kepti. Ular üçün bolmasa bu qaldyryp qalgan bu tareke, bu mirasta hech qanday haq yo'qken, ammo ülüknün tuqqanlary eken. Bular käse. Yoki kepti buning uchun uning ota bobolary, atanlary ölüp ketken, ular kichik, yetim balalar kepti. Tek balagat yetmegen. Bunda balla kipti. Yaki özünki ihtiyacını kamdayamaydigan, yaki kamdaşkıçı malik bolanmaydigan, yoksul, kembegal pekirli bulak kipti. Bulağa bir mustahap yüzsüden istihbab vaziyesi binaen malladın azgına binasını bir koyunla. Bu terikini taksim kılıştın burun özürünün ülüşleriga, özürünün egelleriga bunu taksimat kılıştın burun azgına aşlarının köngül hatırsı üçün bir narsa bir koyunla. Ula üçün naiti yaxşı söz kılınla. Amma sat kopal mandak yaplarını kılmastın deydi. Hoş. وليخف الذين لو تركوا وليخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافا خافوا عليهم الظلم والضياع فليراقب الله في من تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم وذلك بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم ودفء الأذى عنهم وليقولوا لهم قولا موافقا للعدل والمعروف وليخفي الذين لو ماتوا Elbette korksun andaq bir kişiler ki ularınki eğer ölüp kesse ula ve terk etse ula özürünün keynide ağısı hayatı dünyada nurgun bir balvaqlarını ki aciz uşaq balvaqlarını terk etke adam korksun ki bula olsa aç balvaqların üstüne korkat de bula. Ular zulüm kılıştın başkalar tarafından. Ularның mal mülkünün zayıf geçsin ular korkattı. Demek aşılar mı ölüp kesse eğer de muşuna korkan koşuş bular mı kandak olsun elbette korksun. Özlerinin muş yetim balarga farzand ölüp ketkendan keyin qandaq ansiraydi bularmı muşlar şunaq ansirab özünün ballarga bosh qo'yganda qayg'urganda muşlar qadim qayg'ursun. Ular Allah'ını her daim küsüp tutsun. Özlerinin muş kol asılı qilib qilgan balla haqida, yetimlar haqida. Yetimlardan ibaret ve ularning boshqasidan ibaret. Şu Allah'ını küzdüş qandaq qılıdı ularning mollarini asrash bilan ularni ait yaxshi tarbiyalash bilan ulardincho ba'zi xofalik aziyat ularni mudofaa qilish bilan bo'ladi. Ular uchuncho adolat va yaxshilikqa eng uyg'un yaxshi so'zni desin. Innallazina ya'taduna ala amwalil yatama فيأخذونها بغير حق إنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة وسيدخلون نارا يقاسون حرها. Yetimning mallarga tajovuz qilganlar. U mallarni haqsiz elib ularcho yeydiganlar. Cho'qim bir uningcho özlerinin qosaqlarida bir xil ovoz chiqib turgan
bir xil o't yegan bo'ldi da ular qiyomat kunida. Va ular o'ninki harorati nihoyatda bir chekiga yetgan, nihoyat yuqori haroratlik bir o'tqa patiqini ular unaqa kirdi. Yusikumullahu ve ya'murukum fi şe'ni evladikum İza mata ahadun minkum ve tereke evladen zukuran ve inasa. Femirasuhu kulluhu lehum. للذكر مثل نصيب الأنثيين إذا لم يكن هناك وارث غيرهم فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلث ما ترك وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا فلأمه السدس وللأب الباقي ولا شيء للإخوة وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دين آبائكم وأبنائكم الذين فرض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم وأخراكم فلا تفضلوا واحدا منهم على الآخر هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما شرعه لهم. Allah Azze ve Celle sizlerge şundaq vasiyat qilib buyuruydu. Nimede? Sizlerinin balvaqılarının iş güçleri hakkında. Qaçan sizlerinin birinla ölse ve nurgun erlerden bolsun yoki ayollardan bolsun, yani kız oğullar olsun, balvaqılarını terk etip qo'ygan bo'lsa, onun mirasının hemmisi o balvaqlar uchundir. O'g'il uchun ikki qizningki nasibinin o'qishi. Agar uningda ashlardan boshqacha bir mirosxo'r bo'lmasa, agar bu birinlar bir qancha qizni qoldiribdi, unda qilgan bo'lsa, payntaraka banatin faqat bir qancha faqat qizlarni qoldirib qo'yibdi. Ama o'g'lim yo'q ekan, hammasi qiz ekan. U vaqtda ikki qizga yoki ikkidan jiqaroq bo'lgan qizlarga qoldirib qo'ygan butun taraka mol dunyoning 3dan 2si shuning tegadi. Agar bu qiz birlam qiz ekan, unda bo'lmasa bu taraka dunyoning yarmi qiz uchun bo'lgan bo'ladi. Meyitning ota-onasi uchun, o ota-onasidan bo'lgan har bir kishi 6ning 1si var. Eğer onun balası o meyit için balası olan bolsa. Meyli o balısı erkek oğlu olsun ya ki kız olsun. Bir olsun ya köp olsun. Onun balısıyla boğan bolsa bu atanısının her birisi için nimdin ba sodusuna altının bir tegidi. Eğer onun balısı olmaptı. Bu meyitin atanısı varken. O meyitin atanısı için onun da miras alıyordu. Onun atısı için üçünün bir tegidi. Onun atısı için kaldı bütün kağının üzerine alıyordu. Eğer bu meyit için
ikki qarindosh bor ekan yoki undan ko'paroq ekan, mayli o'g'il bo'lsin yo qiz bo'lsin, u suratda buning opisi uchun oltining birini uni oladi. Atisi uchun qolganini qancha ko'rgan bo'lsa atisi shuni oladi. Ammo bu qarindoshlar uchunchi binas tegmaydi. Bu xil taqsimot tark uchun bo'lgan. Cho'qim bo'ladi bu taqsimot meyitning vasiyatini ado qilib bo'lgandan keyin, meyitning vasiyatini chiqarib bo'lgandan keyin, ammo bu meyitning vasiyati uchninki uchning birining hududining ichida bo'ladi. Fi hududi sulus. Ammo uchning o'zimi jiqaroq bo'lib qoladi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vasiyat qilganda, as-sulus va sulus kasir degandan bu hadis bor. Uchning birining hududining ichida bu meyit vasiyat qilgan bo'lsa, uningdan jiqni vasiyat qilib qo'yib qolsa bo'lmaydi-da. Chunki bu mol, ham bu meyitninki haqqi tugida yemaydigan, icholmaydigan, hech qanday narsa kerak bo'lmaydigan jon halqonga berib qolgan chog'da buning haq huquqi asosan avtomatik holda, tabiiy holda o merosxo'rning qo'liga o'tib ketdi. Uning uchun merosxo'rning haq huquqini hurmat qilish kerak. U muvarrisninki vasiyat qilgan vasiyati uchning birdan olib ketmagan bo'lishi kerak. Uchning birining sulus, uchning birining hududining ichidagi meyitning vasiyatini chiqargandan keyin, o masalan qanchalik binasi vasiyat qilgan bo'lsa, mana shu uchning birininki ichida bo'lgan bo'lsa, uni chiqarib bo'lgandan keyin anaqdan keyin bo'ladi taqsimoti. Yoki u meyitninki gadda uni besib turayotgan qarzi bor ekan. O qarzini chiqargandan keyin, demak uning vasiyati va uning qarzi uni ado qilib bo'lgandan keyin, anaqdan keyin qanday qilindi? Bu miroslar ara bu tarakini taqsim qilinadi. Xo'sh, sizlarning abaukum va abnaukum, sizlarning o'g'illaringlar va sizlarning ota-onanglar ki ularga bu miros farz qilingan o'g'il bola va ota-onanglar. Tunimaysizlar, bilmaysizlarki ularning sizlar uchun sizlarning din va oxiratinglarda foyda jihatda sizlarga qaysi yaqin ekanligini sizlar bilolmaysizlar. Shunga ulardan birini yeni biriga sizlar hech qanday bir ortiq afzal bilmanglar. Faqat bu shar'iy o'lcham bilan bo'ladi. Ammo o'zinglarning beshingga kelgan bo'yicha uni buningdan yoki uni buningdan afzal ko'rib xohlagan bo'yicha merosni bunday taqsim qilsanglar bo'lmaydi. Ularning qaysi sizlarning din va dunyoliginglarda va din va oxiratinglarda qaysi unumligaroq, foydaliroq ekanligini faqat Alloh biladi, siz bilolmaysizlar deydi. Men buni vasiyat qilgan, endi men shuni buyurgan, shu narsa bu sizlarning ustinglarga Alloh taolo tomonidan farz qilingan farz bu. Alloh o'zining mahluqotlarini obdan bilgishdir. O'zi o mahluqotlar uchun yo'l qo'yib bergan narsa haqida nati hikmatlik chiqildigan zotdir deydi. Xo'sh, endi oyat karimida ba'zi bir o'zimizga muayyan bo'lgan darajada ba'zi bir balog'iy taraf bo'lsin bir bayon qilishga tirishimiz. İnnellezine ye'kuluna emvalel yetama zulma innema ye'kuluna fi butunihim nara. İnnema ye'kuluna fi butunihim nara. Çokum yeydi bular. Bu zulmen yetimlarning mal mulklerini qaqti soqti qilib, egispas qilib, yilmikir ishiltib, yivag'allar cho'qim yeydi ular. O'zlarining qo'saqlariga o'tni yeydi deydi. Pey butunihim nara. Şu amatın o'zi o't olmaydi da bu. Lekin qiyomat kuni bu o't oladi. O't bo'lishi hozir emas, yaqinda. Demak bu majaz mursal. Majaz mursal bi'atibari ma sayakun.
Yakında pat fursatda bu mal yetimlarning mushu yeyilib ketgan zulmen yeyilib ketgan mallari, yani bunun evliyalari, avsiyalari yivagandı. Mushu yivagan, içivagan, qaqsoq qilgan mushu mal ularning qo'saqlarida o't bo'ladi. Pat yaqinda bular o'tni yeydi ular dedi. Işte yivagan sebep bilan. Demek bu mecaz mursal. Bu nima aloqa, nima aloqa e'tibor ma sayakun. Buningdan keyin u o'tni yemakchi. Xo'sh, am bu yusikumullohu fi avladikum lizzakari mislu hazl unsayn. Bu oyatning tushishining sababi Sa'd ibn Rabi'a degan bu kishininki ayoli. Sa'd ibn Rabi'a, bu Abdurrahman ibn Avf degan kishininki al-Ukhuva fillah o'g'alloh. Rasululloh alayhissalatu vassalam Madina Munavvarga kelgan chog'larda butun muhojirlar bilan ansarlar orasini ukhuvatga da'vat qilib, islomiy qarindoshlikqa hammasi er olsun, ayollar olsun, har bir nima ansar bir muhojirni o'ziga shundoq butun nima qilgan quvvat bu xil ruhini turg'azgan. Bu hamda insoniyat tarixida misli yuz bermagan bir xil quvvat, shundoq bir qarindoshlikda bu. Shu vaqtimizda bu Abdurrahman ibn Avf degan kishining bu Sa'd ibn Rabi'a, nima Sa'd ibn Rabi'a degan kishi Abdurrahman ibn Avf, bu muhojir. Bu kishini o'ziga shundoq do'st, hububulloh bir do'st tutganda shundoq bo'lgan bo'lib, u kishining ikki ayoli bor ekanda Sa'd ibn Rabi'ning. Ben ayolimdan qaysisining chiroyli qarab, sen buni qarab tanla, ben onu talak qilay. Idit tugandan keyin buni o'z nikoyingga olgin. Ya Allah, ya Allah. Nim degan quvvatlik, nima degan haqiqiy quvvat ruhi bu. Degandan keyin u kishi nima deydi? Abdurrahman ibn Avf, vay Allah sizning pul molingga, ayol bulvaqlarga barakat versin, meni bir bozor boshlab olib boring deydi. Bozor boshlab olib boring. Yani men tijorat qilib pul tepib, anandan keyin men bunda xudnalay deb. Bu kishi demak Abdurrahman ibn nima Sa'd ibn Rabi'a, bu Abdurrahman ibn Avf degan kishininki qarindoshi. Bu Sa'd ibn Rabi'ninki bu kishi nimada Uhud urushida shahid bo'lib ketgan kishi bu. Bu Sa'd ibn Rabi'ning ayoli Rasululloh alayhisalomdan qishiq keladi, o'zining ikki qizlar. Deydi, ya Rasululloh, bu Sa'd ibn Rabi'ninki ikki qiz bu. Sa'dning qizi. Bunun otasi Sa'd sen bilan birga Uhudda shahid bo'lib ketgan. Bu qizchaqning bu ikki qizchaqning tog'isi bu ikkisining pul molini elib oldi. Bunlar cho'ng bo'lish uchun mol bo'lish kerak. Bunlar to'yni qilish uchun mol bo'lish kerak. Buni hech qanday bu tog'isi bu ikkisi mol mulk bilan tark etmadi, qoldirib qo'ymadi degandan keyin Rasululloh alayhissalatu vassalam bunga yaqdillohu fi zalik dedi. Alloh bu vaqtda Alloh bir hukm chiqarsin deb. Şunun bilan bu ayatul miras, bu mushaqda ayatul miras tushdi. Şulan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu Sa'd ibn Rabi'nin bu tağısı nimsiga qarindishga, yani bu ikki qizchaqning tağısıga Adem evatidi. Adem evatib keldi. Nima deydi o? Sen bu ikki qizchaqqa sulusayn vergin deb. Sulusayn, yani malninki 3'ning Sa'd ibn Rabi'a terk etken malının 3'ning 2'sini vergin deydi. Ben bu iş kızsaknınki apsıga sumnu verdiğin, sumnu tegidi. Çünkü a iki kızsak rubadın sumnu kötürüyordu. 8'den birini verdi.
Onundan qapqağını sana dep onundan qapqağını anandan ken bu nimge Sa'd ibn Rabi'nin bu aksım inisimi yani bu iş kızcakның tağısıga bunu buyuruydu. Qağınısın olsun. Üçnün ikisi bu kızcak üçün, sekkizning birisi bu iş kızcakның apısı üçün, Sa'd ibn Rabi'nin ayal üçün. Qağını, ondan qağını sen üçün dep ayetning sebep nuzulu bu. Hoş, bugün dersimiz muşluna kifayelimiz. Dersimizin devamı inşallah Allah halsı. Eğer doğan buladı. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.